Aka, sovuqda turgan bola kim? Qani kim ekan? Ha 1-2 soatdan birimi turibdi shu bola. Bir chiqib xabar olinchi, u bu narsa kerakmi? 2 soatdan beri turibdi, bilmayman. Ne chiqaylik-chi? Aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kimsiz? Qanchadan beri turibsiz aka? 2 soatdan beri turibman. Nima muammo aka? Ha, xonadan haydab yuborishdi. Ha, keling, ketdik, yuring. Issiq choylar, nonlar bor. Qani aka? Sizlar ovora qilib qo'ymaymanmi ish qilib? Yo'q, aka, bemalol. Qatga o'tiray. O'tiring aka. Bay, sovuq o'tib ketdi-yu. Issiq non bilan issiq choylar bering. Salom, yeb turing, hozir choy soqsa ber. Qani aka? Aka, hajolatli edi ozgina. Olsinlar. Aka, nima muammo? Nima bo'lyapti? Kvartiradan haydab yuborishdi aka. Men issiq choydan iching, mana issiqqina so'msalar. Aka, hijolatda. Aka, nimaga sizni haydab yuborishdi kvartiradan? Kvartiraga pul to'lamadim. Qarzlarim ham ko'payib ketdi aka. Kvartiraga necha pul berishingiz kerak aka? Shu 10 ming xolos aka. Aka, ona kvartirangizga, Aha. mana yeb ichishingizga aka. Ha. Aka, yana 10 ming qo'shib berib tura olasizmi? Nima qilasiz aka 10 mingdan? Ertaga aniq qaytarardim sizga. Aka, o'zi kvartirangizda pulingiz yo'q bo'lsa, yeb ichishingizga pulingiz yo'q bo'lsa, qanday olasiz? Ertaga so'rovlar boribdi. Shuni tikib, hammasini ko'paytirib sizga ham qaytarardim-da. Ekspedoniyasizmi? Ha? Qani aka? Turingchi? Aka, tishlang. Boring, tuyog'i chiqillating. Yuring. Ya aka, noto'g'ri tushundingiz meni. Yuring aka, yuring. Noto'g'ri. Men siz- Qatiyam choyimni ichib olay. Keling. Choyimni ichib olay. Boring aka. Men bu